Hammaga Aurora. Bugun biz shunchaki muzokara, suhbat o'tkazamiz va bu suhbatimiz qaysidir ma'noda qiziq bo'ladi. Va mana shu videodagi suhbatdagi gaplar va mana shu voqeliklar bir-biriga ulashib, biroz siyosatga qarshi yoki davlat tizimi, hukumatiga qarshi g'oyalardan yiroqmiz. Ya'ni demoqchi bo'lganimiz, biz hukumatga qarshi emasmiz, hukumat faoliyatidan qarshi emasmiz, uning siyosatidan qarshi emasmiz. Shuni video boshida eslatib o'tamiz. Humans masalasida gaplashamiz. Humans operatorni ishlataman. Nasiba tishlamoqda. Hozir Wi-Fi'daman. Demak, sizlarga so'z boshidan avval video rolik qo'yib bermoqchiman. Valeu! Unutun. Да, вот. Надпись на горе Узун Рабита. Ну, по нашим местным понятиям, запись для нас это Голливуд. Вот. Решила тоже не упустить. И здесь тоже себя чуть-чуть попозировать. Коллеги с ЮМСа, всем привет. Это прадедушка нашего. Видел твою новую тачку? Она классная. Я поставил лайк. Тачку? Вопрос сбивает с толку? Подключи опцию Unlim Mobile и выходи в любимую социальную сеть по льготной цене. Понравилось? Махнемся? Безлимитный интернет для общения с друзьями. Сервис Unlim Mobile. Неограниченный доступ к мобильной версии любимой социальной сети. Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Мой мир или Синвдош. МТС. На шаг впереди. Salom. Nargiz emasman. Adashdingiz. Qanaqa Nargiza? Salom. Nargiza bu yerda yo'q. Salom. Nargiza? Yo'q, Nargiza emas. Qayerdan bu raqamni oldingiz? MTSdan salom tarifi. Siz uchun arzon to'plam, qo'ng'iroqlar, SMS, MMS barchasi arzon narxda. Salom. Nargiza? Salom. Ha, Nargiza. MTS bir qadam oldinda. Mobilniy telesistema ochiq turdagi aksionerlik jamiyati 2012-yilning 2-kvartalida O'zbekistondagi muammolar tufayli 1 milliard dollardan ortiq zararni o'z aktivlaridan chiqarib tashladi. Bu haqda Moskvada jurnalistlarga xabar bergan MTS prezidenti Andrey Dubovskov, agarda O'zbekiston bilan bog'liq muammolar tufayli yuqorida ko'rsatilgan zarar chekirilmaganda, MTSning bu davrdagi chiqarib tashladi. Bu haqda Moskvada jurnalistlarga xabar bergan MTS prezidenti Andrey Dubovskov, agarda O'zbekiston bilan bog'liq muammolar tufayli yuqorida ko'rsatilgan zarar chekirilmaganda, MTSning bu davrdagi sof daromadi 357 million dollarni tashkil etishi mumkinligini ma'lum qildi. Biroq 2012-yilning 2-kvartalida bu zararni qoplash Rossiya aloqa operatoriga qariyb 682 million dollarga tushdi, deydi hisobot yuzasidan ozodlikka izoh bergan MTS kompaniyasining Rossiyadagi bosh idorasi matbuot xizmati vakili Valeriya Kuzmenko. It's good to have you with us. Thank you for coming. Good to be here. The latest news
Toshkentdan so'nggi xabar shuki, MTS faoliyati butkul to'xtatiladi. Shundaymi? This is correct. Unfortunately, it looks like that our operations have already been terminated. Afsuski shunday. Faoliyatimiz 3 haftadan beri to'xtatilgan. O'zbekiston hukumatı xatti-harakatlariga qarab, Toshkent berayotgan signalga qarab shuni aytish mumkinki, yaqin orada O'zbekiston MTS noqonuniy ravishda tortib olinadi. Unga tegishli barcha mol-mulk musodara qilinadi. All operations in Uzbekistan of MTS Uzbekistan. Well, until the month of June, Shu yilning iyun oyigacha kompaniya respublikadagi biznesidan xursand edi. Tergovga nima turtki berdi? Yeah, we have been surprised by this too. We have been operating in Uzbekistan since 2004. We built up a very successful. Biz ham hayronmiz. O'zbekistonda 2004-yildan beri ishlab kelamiz. Juda mustahkam, jadal o'sishga qodir biznes barpo etdik. 10 millionga yaqin kishini uyali telefon xizmati va internet aloqa bilan ta'minlab kelayotgan edik. O'zbekiston va xalqaro qonunlarga rioya qilib keldik. Biror noto'g'ri qadam tashlaganimiz yo'q. To'satdan shu yilning iyun oyida O'zbekiston hukumatı bizga qarshi sistematik kampaniya boshladi. Maqsad faoliyatimizni to'xtatish va bizni tamoman yopish. Destruct our operations and to terminate the operations and to expropriate the company. Hukumat bilan aloqalaringiz qanday edi? Well, we fulfilled all regulatory and legal obligations that Biz mavjud qonun tartibga bosh egib kelganmiz. Biror qoidani buzmaganmiz. Soliqlarni to'liq to'laganmiz. Doimiy auditdan o'tganmiz. Barcha qonuniy talablarni qondirganmiz va faoliyatimiz har tomonlama normal edi. Lekin iyun oyida hukumat kutilmaganda tekshir boshladi. Maqsad darrov ayon bo'ldi. Bizdan qutulish. This hit us very much by surprise. This systematic campaign with the goal to expropriate the company. O'zbekiston hukumati bu ishni korrupsiyaga qarshi kurash deb atamoqda. Kompaniyangizga qarshi jiddiy ayblovlar qo'yilmoqda. Siz ularni rad etib, ma'muriyatni g'araz maqsadlarda ayblayapsiz. Yes, there is no doubt on our side that all those allegations are entirely fabricated. They are unlawful, fabricated in a way. They're based on signed, on enforced confessions. They are made up. Bizning nazarimizda MTS O'zbekistonga qarshi ayblovlarning hammasi tuhmat, soxta. Iqrornomalar majburan yozdirilgan. O'zbekiston hukumatı doimo shunday qilib kelgan. Bu yangilik emas. Investorlarni mol-mulkdan ayirish uchun rahbariyat bu usulni anchadan beri qo'llab keladi. Biz bunga uchragan birinchi biznes emasmiz. Bizdan oldin hukumat ko'plarni qashlatgan. Aybdorlar g'irt safsata. Ayblovlar g'irt safsata. Masalan, tizim sifati yaxshi emasmish. Bizning xizmat sifatimiz aslida 2 barobar yaxshi. Soliq bo'yicha ayblovlar ham asossiz. Biz ularni doimo vaqtida va to'liq to'lab kelganmiz. Hozir hibsda o'tirgan xodimlarimizga qo'yilayotgan ayblovlarning ham birortasi asosli emas. Shu qadar to'qimaki izohlashga so'z topish qiyin. O'zbekistonda bunday soxta ayblovlar doimiy hol ekanini bilamiz. Aytganimdek, maqsad bizni musodara qilish va kompaniyadan qutulish. In other cases in Uzbekistan, and this is another. We believe this is a new quality in Uzbekistan of company shakedown. Siz shu qadar yaxshi va samarali ishlab, aholining 3dan 1iga xizmat ko'rsatgan bo'lsangiz, sizdan qutulib nimaga erishishi mumkin bu davlat? We can only speculate about that. For us, it is also not entirely clear what the purpose of those activities of the government authorities is, whether this is in a later way to utilize the economic. Biz ham shuni tushunishga urinyapmiz. Bizdan qutulib hukumat nima qilmoqchi? Faqat taxmin qilish mumkin. Kompaniya mulkini tortib olib, o'zlashtirish yoki boshqaga sotib pul qilish. Bu borada biror narsa deyish qiyin hozir. Shunisi aniqki, biz O'zbekistonda barcha qonunlarga rioya qilganmiz va bizga qarshi biror asos va sababsiz tergov ishi ochildi. Ayni damda 4 menejerimiz hibsda. Hammasi O'zbekiston fuqarolari. Iyul oyidan beri ular qamoqda. Bu insonlarga nisbatan munosabat na respublika va na xalqaro talablarga javob beradi. Violating Uzbek and also international law. In addition to that, we have a system. Bundan tashqari xodimlarimiz sistematik ravishda bosimga olinmoqda, tazyiqqa uchramoqda. Ular advokatsiz so'roq qilinmoqda. Ularni aybga majburan iqror qilishga urinishmoqda. Under the threat of imprisonment and under physical threat. So these are ular advokatsiz so'roq qilinmoqda. Ularni aybga majburan iqror qilishga urinishmoqda. Ularning huquqlari poymol etilyapti. Biror yoqqa chiqa olmaydi, erkin harakat qila olmaydi, chunki pasportlari olib qo'yilgan. Imprisoned since the middle of July. Xodimlarga qanday yordam berishingiz mumkin? We are trying to have contact with them via local ularning huquqiy himoyasi juda muhim. Biz
korporatsiyasiga tegishli. Uning qimmatbaho qog'ozlari London birjalarida turadi. 47-48% yaqini erkin bozorda, 30% yaqini Amerika investorlarining. Ular turli tashkilotlar, pensiya jamg'armalari va boshqa sarmoyachilar. MTS Group deb ataymiz buni. Va O'zbekistondagi kompaniya 100% bu guruh qo'lida. MTS Markaziy Osiyoda eng yirik uyali telefon, telekommunikatsiya va internet kompaniyasi. Faoliyatimiz to'xtatilgani millionlab odamlarni aloqasiz qoldirdi va zarar ko'lami bag'oyat katta. Aholi qiynalmoqda, chunki boshqa operatorlar talabni qondira olmaydi. Odamlar MTS qayta ishga tushsin deb talab qilib, filiallarimiz oldida turganini bilamiz. Afsuski buning iloji yo'q, chunki hukumat qonunga xilof ravishda bizning ishimizni to'xtatdi. MTS ishlamayotgani jamiyatni qanchalik qiynayotganiga qaramay, hukumat bunga ko'z yumadi, chunki uning asl maqsadi bizni yo'q qilish. Did you have any disagreements with the Uzbek government before June? Hukumat yoki hukumat ortida turganlar bilan biror janjalli masala yo'q edi deb bemalol ayta olasizmi? No, we had absolutely no indication, we had no quarrel, no disagreement. We just followed our normal course of operations. Yo'q edi. Aytganimdek, ishimizni to'g'ri olib borganmiz. Shu yil boshida soliq auditdan o'tganmiz. Biror muammo chiqmagan. Qo'shimcha to'lashingiz kerak deyishgan. Biz darrov to'laganmiz. Bizga qarshi tergov ishi ochilib, yopib qo'yganimiz biz uchun umuman kutilmagan hol. You've been appealing to. Bilamizki, siz hozir Amerika hukumatidan yordam so'rayapsiz. Washington nima qila oladi? Yes, we are appealing to the to United States. Menejerlar hammasi O'zbekiston fuqarolari. So that information that 100 ga yaqin xodimingiz so'roq qilindi degan ma'lumot bor. Bu qanchalik to'g'ri? That is absolutely correct. Many dozens of employees have been called for interrogations. Bu haqiqat. O'nlab xodimlarimiz chaqirilgan va huquqiy himoyasi so'roq qilingan. 3 soatlab olib o'tirilgani ma'lum. Orada 5 minut advokatga ruxsat beriladi. Kamera yoqilib, xo'ja kursinga uning oldida so'roq qilinadi. Keyin esa chiqarib yuboriladi. Ularni uzoq yilga qamalasan deb qo'rqitishyapti. Ayblovni majburan bo'yniga oldirishmoqchi. Xodimlarimizning uyiga ataylab qora dori tashlab, ularni jinoyatda ayblashmoqchi. Xullas, soxta ayblovlarga iqror bo'lishga zo'rlashyapti. Rossiya hukumatidan nima kutyapsiz? Yeah, we are asking the Russian government, which is already also trying to interact on this, and also the US government. Rossiya hukumatidan shuni so'rayapmizki, O'zbekiston hukumati bilan bu borada ochiqchasiga gaplashishsin. Birinchidan, xodimlarimiz qo'yib yuborilishida yordam berishsin. Boshqa xodimlarimizga bosim bas qilinsin. Kompaniyaga nisbatan barcha tazyiq to'xtatilsin va faoliyatimizni qayta boshlash uchun imkoniyat yaratilsin. what if the chief prosecutor's office Lekin O'zbekiston hukumati bunga ko'nmasa-chi? Bosh prokuraturaga ko'ra, MTS qonunni buzgani, qora ishlar qilgani haqida isbot dalil yetarli va sizni sudlashmoqchi. Because that's what they've been saying so Yeah, far. this is That they have a really good case against you. well. They have been saying that they have been making global allegations. They do not have any substance to their case except for fabricated Bizga documents. qarshi yangrayotgan ayblovlarning hammasi yolg'on. Biror asos yo'q ularda. Majburan yozdirilgan iqrornomalarni ro'kach qilish mumkin. Faktlar yo'q ularda. Mantiq yo'q bu ishda. Rasman bizni telekommunikatsiya qonunlarini buzganlikda, soliq va valyuta qonunlarini buzganlikda, monopoliyaga qarshi qonunlardan chetga chiqqanlikda ayblashyapti. 8 yillik faoliyatimizda O'zbekistonda biror qonunni buzmaganmiz. Biznesimiz oshkora edi. Audit va boshqa tekshiruvlardan o'tganmiz va biror jinoiy harakat kuzatilmagan. Hukumat nima deyishidan qat'iy nazar bu ish uydirma, sahnalashtirilgan ish. Kompaniyani yo'q qilish, uni tilkapora qilib tashlash maqsad. Bundan kim jabr ko'ryapti? Qamoqdagi xodimlar, bosim ostidagi ishchilarimiz va ko'p jihatdan O'zbekiston aholisi. Bizning xizmatimizga tayangan millionlab odamlar. Uyali telefonsiz qiynalayotgan 9,5 million xaridorimiz. Turmush, ish, xizmatlar hammasi uyali telefonga bog'langan axir. In order to expropriate the business. The relationship with the business circles in Uzbekistan. O'zbekistondagi biznes doiralari bilan aloqa qanday edi? Yirik tadbirkorlar bilan, masalan, Gulnora Karimova. Respublikada deyarli hamma narsa uning qo'lida desak xato bo'lmaydi. MTS O'zbekiston Uzdun Robita o'rniga shakllangan kompaniya. Uzdun Robita tarixi 1990-yillarga borib taqaladi. Yeah, we have been operating in Uzbekistan since 2004. We acquired the company from various individuals. Faoliyatimizni kengaytirish uchun mavjud imkoniyatlarni o'rganganmiz. Qanday xizmatlar ko'rsatishimiz ustida o'ylab, sharoitga qarab ish tutganmiz. Muayyan shaxslar bilan biznes qilmaganmiz. Kompaniyamiz mintaqada eng yirik edi. Ishimizdan mamnun edik. Business according to the appropriate rules of the country. Was it a 2 yil avval Turkmanistonda ham muammoga uchragan edingiz, shundaymi? We had an instance in Turkmenistan which was in the last 2 years. Turkmanistonda hozirda ishimizni qayta boshlaganmiz. Juda kichik muammo edi u. O'zbekistondagi holatdan ko'p farq qiladi. O'zbekistonda sistematik kompaniyaga uchradik. Ishchilarimiz bosim va tazyiq ostida. O'zbekistonda sizni tomosha qilib tinglab o'tirgan odamlarga MTS ochilarmikan yana deb o'ylanayotganlarga nima We deysiz? have been able to communicate to our subscribers only very shortly before we had to terminate the operations that the operations will be terminated. Xizmatimizdan foydalangan odamlarga nima bo'layotganini tushuntirish, ishimiz to'xtatilayotgani haqida axborot berishga deyarli ulgurmadik. Xaridorlarimizga shuni aytardimki, biz xizmatni tiklash uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qilyapmiz. Biz O'zbekistonda 9,5 million odam xizmatida ekanimizdan faxrlanib kelganmiz. Buni sharaf deb bilganmiz. MTS odamlar hayotining ajralmas qismiga aylanganini bilamiz. Biz faoliyatimizni davom ettirishni istaymiz. Xaridorlarimiz buni tushunadi degan umiddaman. Hukumat bizga qarshi ayovsiz, asossiz kampaniya boshladi. Biz albatta afsusdamiz. O'zbekiston ahli buni biladi deb o'ylaymiz. See that we're doing everything to resume operations to serve
rejasi. Gap bor tarif rejasiga UMS tarmog'i ichida O'zbekistonning boshqa mobil operatorlari tarmog'i va shahar raqamlariga qo'ng'iroqlar uchun 144 daqiqa, oyiga 50 megabayt internet trafik kiritilgan. Abonent to'lovi oyiga 16.841 so'm 40 tiyin. Barcha kiruvchi qo'ng'iroqlar bepul. O'zbekiston bo'yicha chiquvchi bitta xabar narxi 84 so'm 21 tiyin. Mobil aloqa va mobil internet biznes uchun. UMS mobil aloqa operatori bu yil shu tashabbus asosida ishlamoqda. O'tgan 9 oy davomida kompaniya aynan biznes subyektlari uchun bir qator yangiliklarni joriy qildi. Ulardan foydalanib aloqa uchun xarajatlarni optimallashtirish, maksimum qulaylikka ega bo'lish, shuningdek, faol xodimlarni rag'batlantirish mumkin. Korporativ mobil aloqa beriladi. Bu punkt yurtimiz ish beruvchilarining vakansiyalar to'g'risidagi e'lonlarida tez-tez uchrab turibdi. Tashkilotlar va kompaniyalar uchun bu mutaxassislar e'tiborini jalb qilish va shu yo'sinda xodimlarning ijtimoiy himoyasi bo'yicha o'z pozitsiyasini bildirishga yaxshi imkoniyatdir. Lekin yuridik shaxslarning bunday xarajatlari qanchalik oqlanadi? Korporativная сотовая связь компании UMS Korporativ uyali aloqa mijozlar, hamkorlar va kompaniya ichida xodimlar bilan muntazam aloqada bo'lish demakdir. U xodimlarning barcha mobil telefonlari haqini markazlashtirilgan holda to'lash va ular hamisha aloqada bo'lishiga ishonish imkoniyatini beradi. Shu jihatlarni hisobga olib, UMS mobil operatori korporativ mijozlarga barcha turdagi xizmatlarni ko'rsatishga intilmoqda. Xo'sh, endi mavzuga qaytamiz. 1994-yil Uzun Rabita kompaniyasi shirkati tuziladi, MTS deb beriladi. Ya'ni uni budjet tomonidan qo'llab-quvvatlovchilar boshqa rossiyalik fuqarolar, ismlari yashirincha topib bo'lmaydi hanuzgacha. Lekin MTSning bosh rahbari Behzod Ahmedov deb ko'rsatiladi. U O'zbekistonda UCL ma'lumot uchun mobil UCL va Beeline'dan oldin O'zbekistonga uyali aloqani birinchi bo'lib olib kirgan kompaniya MTS bo'ladi. Bunga raqobatchi Uztelecom u paytlari Sidma uyali telefonlar orqali faoliyat yuritib kelayotgan bo'ladi. Ko'p, ya'ni O'zbekiston aholisi deyarli bilmaydi. Shahar telefon raqamlari sifatida operatorlik faoliyatini olib boradi. GSM turkumida MTS kirib keladi O'zbekistonga. Va mana ko'rib turganingizdek, kompaniyani videodagi o'zingiz ko'rib turgandek voqealar, mana rasmdagi voqealar bilan o'qib chiqib tanishib olishingiz mumkin. Faoliyati to'xtatiladi. Kompaniya faoliyati 2012-yil to'xtatilgan bo'lsa, 1 yil o'tib 2014-yil UMS bo'lib chiqadi. MTSning anaqasi uni budjetini xarajatlarni ko'tarib turgan chetdagi kompaniya Mobile System yoki Telesystem degan kompaniya bo'ladi. U Rossiya va AQShning o'zaro anaqasi kelishuv asosidagi kompaniya bo'ladi. Bitta O'zbekistonda emas, u Turkmaniston, Rossiya, Gruziya, Chechenistonlarda ham MTS nomi bilan faoliyat yurituvchi xuddi bizga kabi kompaniyalari mavjud. Amerikada ham, Rossiyada ham. Faqat O'zbekiston uchun tugatiladi u. O'zbekiston qaysi tomonda o'sha xususiylashtiradi o'ziga o'sha kompaniyani 1 yil o'chirib qo'yib aloqa xizmatlarini. Bu yerda ham ko'rsatiladi. Mana egasi mobil telesistemalar, ya'ni mana endi ko'rinyapti. Ya'ni demoqchi bo'lganim, Mobizni ham MTSga qaysidir ma'noda aloqasi bor. Hanuzgacha egasi mobil telesistemalar deb ko'rsatiladi. MTSda ham shunday. Mana mobil telesistemalar anaqasi ham aksiyalari bor, egalik huquqi bor. Mana shu demoqchi bo'lganim, Mobius qaysidir ma'noda aloqasi bor o'sha UMS, ya'ni Mobius oldin
ishda O'zbekistonda MTS tugatilgandan keyin 2014-yil UMS bo'lib keladi. 2019-yilda Mobizga aylanadi. Xo'p. Ya'ni biz demoqchi bo'lganimiz bu yerda MTS yuqorida videoda ko'rgan shaxs pul yuvish, jinoyatchilik, aholidan mobil aloqa xizmatlarini ko'rsatish baravarida ularning pullarini o'marish, monopoliya va aloqa xizmatlarini ko'rsatish borasida raqobatchilar bilan kelishilmagan holda arzon narx taklif qilish. MTS egasi demoqchi bo'lganim, ya'ni mana shu pul yuvish ayblari bilan ayblanib kompaniya faoliyatini to'xtatadi va 11 million abonent jabr ko'radi. Unda kompaniya o'sha raqamga bog'langan tarqalib ketgan kompaniyalar mijozlar bilan aloqasi yo'qolib qoladi, bankrotga uchraydi. Umumiy zarar miqdori 5 milliarddan oshadi. 5 milliard dollardan oshadi. MTSning tugatilishi O'zbekiston uchun. Va uni UMS bo'lib kelishi ham shunday. Shunday anaqa bilan keladi. Bizlar MTSni texnik bazasini sotib oldik. Va keyin Harimshayidek asoschisi O'zbekiston fuqarosi bo'lib bozorga kirib keladi. Bu yerda 1 yil davomida qaysidir ma'noda abonentlar Ucell bilan belgilangan shunchaki yemishga aylanadi. Va yuqorida aytib o'tgandek Gulnora Karimovani ham biroz aloqasi bo'ladi bu mojarolar fonida. Va mana shu voqealar demoqchi bo'lganim, Humansga ham qaysidir ma'noda aloqasi bor. Hozirda Aleksandr Dobrinin ham mana shunday holatga duch kelyapti. Ya'ni MTSning xo'jayini pul yuvish va keyin qimor, qarzlarni to'lamaslik kabi statiyalar bilan Interpolga O'zbekiston tomonidan berilgan va keyin hozirda masalanda berilgan. MTSda ham yuqoridagi videodagi gapirayotgan odam egasi unga ham O'zbekiston Interpol orqali o'sha qidiruv e'lon qilib shu statiyalar bo'yicha javobgarlikka tortmoqchi bo'lgan. Tortgan ham. Demoqchi bo'lganim, Humasda ham MTSning voqealar foni davom etyapti. Har kuyga solinyapti Humasda. MTS ham ma'lumot uchun o'sha abonentlarni yig'ish jarayonida arzon taklif narx borasida arzon taklif sifatli xizmat bilan o'sha 11 million abonentga ega bo'lgan. Humasda ham shunday bo'lyapti. 2020-yil O'zbekiston bozoriga kirib kelgan bo'lsa, Humas arzon narx, sifatli xizmat bilan boshida sindirib tashlagan raqibchisi Uzmobilni va Uzmobil endi o'ylash mumkin, o'sha Humasdagi muammolarni yaratgan ham bo'lishi mumkin qaysidir ma'noda. Aniq dalillar yo'q. Bu borada dalillar bilan gapirish kerak baribir. Lekin voqealar foni balkim shubhalar nazariyasida shunday bo'lishi mumkin. Chunki Humas Uztelekom texnik bazasidan foydalanadi. Texnik baza yaxshi bo'lmasa qaysidir ma'noda qiyin-da baribir. Humas ham sudda
aytyapti. Aleksandr Davlinin voqealar foni paylov bilan Uztelekomga qaysi tumanida bog'layapti. Odamlarning kartasidagi pullar qochish masalasida. Xakerlik hujumi deb ham aytilyapti bu narsani. Ya'ni shunday xulosaga kelish mumkin. Bu hayron qoladigan joyi yo'q. Humasda ham xuddi MTSning taqdiri hal bo'lyapti. Humas faoliyati boshlangan vaqtda 6 oy ichida 1 millionga oshdik, 1 milliondan ortiq abonentlarimiz mavjud deb maqtangan edi. Humas faoliyatiga 1-may 2026-yilni nazarda tutgan bo'lsak, hozir olayotgan bo'lsak, videoga haligacha abonentlar soni ochiqlanmayapti. Balkim abonentlar soni o'sha ko'pligi, xizmat abonentlar soni boshqa kompaniyalarga nisbatan ko'pligiga bois bu kompaniyani tugatmoqchidir. Mana shunday firibgarlar bor. Ya'ni men tushuntira oldim degan umiddaman. Hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar.